So'raysizlar-yu, markazingizda nima xizmatlar bor? Mana hozir javob beraman. Bu apparatim sentrifuga deyiladi. Bu plazma terapiya uchun xizmat qiladi. Одноразовый probirkalar bilan ishlayman har bitta plazma uchun. Bu ultrazvuk apparati. Bu g'umoruli, manikus kavatda artrit, artrozli uchun muammoga qarab mazza tanlab, udarniy valna bilan og'riq qoldirishga xizmat qiladi. Igla terapiya xizmatlarimiz ham bor. Akupunktur nuqtalariga nervlarni o'ynatib turib qilamiz. Bu apparat bir necha fizioterapiya uchun xizmat qiladi. Elektroforezi bor, ultrasoniki bor, ultrazvuki bor, даже gidjoterapiyalar uchun ham xizmat qiladi. Parafin terapiyalarimiz ham bor. Bolajonlar uchun ham, katta odam uchun ham qo'yamiz. Nevritlar bor, kanserni tagida bo'yni qotib qolganlar bor. Bu oldingi zamondagi siniy lampa bo'lardi. O'shani bu ultra krasniy lampasi hisoblanadi. Cho'tki qizdiradi, shamollashlaringlarni 10 minutda yo'q qilib yuboradi. Sizlarni o'z massaj sentrimda kutib qolaman.